Mana hurmatli obunachilar, Namangan Ramaka oddiy qora tovuq bozori. Baba nechi pul aka? 1,5 million. O'zi yoshiga to'lib. Sisarga. Kirdas, yur. Oddiy tovuq. Sizdanmi buni? Sotamizmi yo telefon o'ylaymiz? Yüzlük hem var rozlana. Ha? Yüzlük hem var. 100 ming? 150 mi? Belgiyonchi. Ketdik. Bu o'rtalar qanchadan? 150 mingdan aka. 150 ming. Xo'rozchi? 250 mingdan. Yaxshi, yaxshi. Bozoringiz bersin. Zo'r. Voy, bu kattalar, arzonchi kattalar. To'g'ri. To'g'ri qanchadan? Qoralari? Qoralari 100 ming edi. 150 mingdan. Oq makonlar qanchadan? 30 mingdan. Yaxshi, bozoringiz bersin. Indiler. O indiler qanchadan? Makon 400 ming, xo'roz 6. Makonlar tuxumdami? Endi? Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Oddiy to'g'ri 150 ming, 200 ming, mana shunaqa atrofida. Yaxshisi shu 150 mingdan 120 mingdan olsa bo'laveradi. Hop, jiyan, endi bu tomonga yuramiz, yur. Endi ular qanchadan aka? 500 ming kam bor. G'ozchi? 20 ming o'tib bering 700 dan yo'l kirib ketadi. Bunda 500 ga bersam, ana uni 230 220 ga savdo bo'laydi. O'sha pulga bo'ladi bunda. G'oz nechi pul aka? 400 ming. G'oz 400 ming. Murdalar kir bo'lib ketgan, suvda yurmabdi bechoralar mana. Hamma yoq indik, qora tovuqlar yo'q-ku akalar. Hozir bir aylanaychi. Ha, mana bor ekan. Bu ham shahzodam, ha. O qora tovuq nechi pul aka? Ayren aka bizdan ashta bo'lar. Nechi puldan? Indik, mu kattaligini 20 kilo chiqadi-yu. Bismillah aka. 150 dan 4 tuxumga yaqin dog'ilisi kami bor. Oltin. Yaxshi, bozoringiz bersin. 150 mingdan ekan akalar. O qora makonlar qanchadan? 150 mingdan. Nima bor? Ma o'rdak qancha qaqillar? O'rdak 70 ming kam bor. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Bering aka. Nechi pul qildingiz? Opoldan ushlasam, Uchalasini bering tumanda. Bering. Makonnimi yo xo'rozni? Xo'roz. Uchala xo'roz. Qancha qildingiz? 360 ming. Yaxshi, hali yosh ekanda bular. Yosh. Aka qanchadan bering dedingiz siz? 150 mingdan beri 450 so'ribdilar. 360. Yaxshi, bozordan bersin. Askanali. Azbekda bu. 60 dan ber. Yok 60 dan. Ikkalasini 60 dan var. ma'qul kelsa. O'rdakda 60 dan qilyapsiz? Ha, ikkitasi. Makonnimi? 60 dan ikkita qo'rangan bo'laveradi. O'rdak ashna qimmatlab ketganmi? 30-40 ming bo'ladi derkanman o'rdakda. Voy, mana indiyskiy o'rdaklar rosa ko'p chiqibdi. Kefirdan mana brullerlar. Bu bruller qanchadan? 40 mingdan necha kilolik endi bu? 1,5 kilo. Bu kattalar qanchadan? 110 mingdan. 110 ming. Yaxshi, yaxshi, 110 ming. Bular necha kilolik? 3,5 kilolik. Voy, 3,5 kilomi? 3,5 kilo. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Bozoringiz bersin. Yaxshi. Necha puldan aka? Xo'rozlar 130 ming kam. 130
ming. Yaxshi. 200 ming ekan bor. Bunni yaxshi bersan, ammo tuxum qilaveradi. Mana Kunlar qiladimi? Biror hafta Nechi puldan ekan bular? 90 dan berdi mana bola. 90 dan. Yaxshi. Tashakkur. Mana hurmatli obunachilar, juda katta. Hashakto'q bozori ham juda katta. Bemalol kelib maza qilib aylanib ketsa arziydigan bozor. Dangal. To'g'ri. Bozor avjida. Bozor hamma Ramazon oyiga dam olganigami, odam ko'payib ketdi. Nech puldan ekan bular qoralar? Nech puldan? 350 dan. Qora shahzoda. Bu nech pul ekan mana? Ajoyib xo'roz. Bu 400 ming. Hali 100 ming so'm, 3 ta makon qo'ydi. Ular 100 ming so'm. Bu nech pul ekan mana? Qora shahzoda. Bu kattasi ekan. 250 ming. Avstralop qancha aka? 2 million aka 5 tasi. 5 tasi 2 million. Zo'r narx. Bozoringiz bersin. Mana hashagilar qanchadan aka? 120 mingdan. Yaxshi, yaxshi. Mana Kaptar bozor. Qo'lni endi. Nech puldan bular? 60 milliondan dollar olish bo'lib ketdi. 60 ming. Yaxshi, bozoringiz bersin. Qora shahzoda shu uzun katta ekan ashlar. Mana egasi yo'q shekilli. Endi 10 kun ichida qilaydi. Nech puldan ekan? Safarga chiqib ketganda To'q bozori. Endi biz sekin qaytamiz uyga. Juda bozor kattalashib ketibdi akalar. Kelaverasizlar behijolat. Namangan Ramaki bozori. Videoga bitta like bosish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Yaxshi narsalar, xudo xolasa tez-tez chiqarib turaman. Yangi videolar. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.